Gitler g'alabaga juda yaqin edi. Tanklar, askarlar, hammasi tayyor. Faqat bitta narsa yetishmadi. Hujum. Aynan shu qilinmagan hujum Britaniyani saqlab qoldi. 1940-yil may. Germaniya armiyasi Fransiyani yengib bo'lgan. Britaniya qo'shinlari Dunkerk atrofida qamalib qoldi. Harbiylar yakuniy hujum buyrug'ini kutmoqda. Lekin aynan shu paytda Gitler kutilmagan qaror chiqardi. Tanklarni to'xtatish buyrug'ini berdi. Generallar hayratda. Britaniya armiyasini o'sha payt yo'q qilish juda oson edi. Ammo bir necha kunlik pauza sabab Britanlar 300 mingdan ortiq askarni dengiz orqali evakuatsiya qilib ketishga ulgurdi. Bu qaror Gitlerning o'zi tomonidan generallarga qarshi holda qabul qilingan. U botqoq yer tanklarini to'xtatib qo'yishidan qo'rqdi. Aviatsiyaga ishondi va kelishuv bo'lishiga umid qildi. Chunki u britanlarni o'zinikilardan hisoblab, ular bilan tinchlik kelishuvini qilishga umid qilgan. Bu Gitlerning eng katta siyosiy xatolaridan biri bo'ldi. Natija esa tarixni o'zgartirdi va Ikkinchi jahon urushiga SSSR va AQSh kirib keldi. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.